11 ta mahalla biriktirilgan. O'zi 23 ta mahalla bo'lsa, qolgani Xalq banki, Trust banki biriktirilgan. Bizlarda shu 11 ta mahalladan bittasi shu Sariq mahallasi. Shu yerda fuqarolarga o'zini band qilish yoki bo'lmasa daromadini oshirish bo'yicha o'zimiz mahsulotlarimiz bor. Shular bo'yicha doimiy kreditlar ajratib kelyapmiz. Bundan tashqari yana o'sha nima deydi? Shug'ullanadiganlar bo'yicha bir qancha kredit mahsulotlarimiz bor. O'sha moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlash uchun misol uchun birinchi bo'lib o'sha biznesga ko'mak yoki bo'lmasa biznesga birinchi qadam kreditimiz bor 17 million so'mgacha. Misol uchun kimdir tikuvchilik bilan shug'ullanib keladi, o'sha nima deydi? Lekin qayerdadir borib tikuvchilik qiladi. O'zi alohida tikuvchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, bitta tikuv mashinkasi yoki bo'lmasa o'ziga stol jihozlar olish uchun 17 million so'm mablag' yetarli bo'ladi. Undan keyin misol uchun o'sha tikuvchilik bilan shug'ullandi yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullandi, faoliyatini kengaytirmoqchi. Endi nima deydi, mijozlarni ko'paytirdi, talab yuqori bo'lyapti. Unga esa nima deydi, o'sha yana qo'shimcha tikuv mashinkasi yoki bo'lmasa jihozlar kerak bo'ladi. Ular uchun ko'proq mablag' talab etiladi. Bunda mahalla loyihasi kreditimiz bor. Bu 50 million so'mgacha ajratiladi. Bularning muddati 5 yilgacha ajratiladi. Biznesga birinchi qadam esa 4 yil muddatgacha ajratiladi, 6 oygacha imtiyozli davri bor. Mahalla loyihasi kreditimiz esa 5 yil muddatgacha ajratiladi, 2 yilgacha imtiyozli davri bor. 2 yilgacha imtiyozli davri degani bu o'sha 2 yilgacha faqat foizini, kredit foiz qismini to'lab boriladi. Undan keyin asosiydan bir qismi foiz qo'shib to'lab boriladi. Foizi 25% dan, ayollarimizga esa 23% dan ajratiladi. Bundan tashqari prezidentimizning 312-sonli qarorlari bor. 312-sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha kafilsiz, garovsiz kreditlar ajratiladi. Bunda kamida 1 yil faoliyat ko'rsatgan bo'lishi kerak. Bularning foizi tumanni toifasidan kelib chiqib belgilanadi. Misol uchun bizani Muborak tumanidan oladigan bo'lsak, bizlar 4-toifaga tushganmiz. Shuning uchun 20% dan ajratiladi. Bunda ham ayollarimizga imtiyoz berilgan. 2% past foizda ajratiladi, 18% dan ajratiladi. Buni faoliyat turidan kelib chiqib 7 yilgacha muddatga ajratiladi. Imtiyozlar 2 yil muddatgacha beriladi.